minut bo'lsa ham oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki aynan sizlar bergan oziq-ovqat mahsulotlari qayerga borgani va nechta xonadon xursand bo'lganini oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Bir rahmatli ya hamrohimning bandalaring qatorida qilgan. Birda bersalaring, menda bersin sizlarga. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Katta rahmat. Ilohim. Allah canım. Xudo jonim yaratganlar parvardigorim. Hammalar nima yaxshi niyatlar qilib, mana shu narsalarni berayotgan bo'lsa niyatinglarga yetinglar. Tanajoninglar sog', umringlar uzoq, rizqinglar ulug' martabalar baland bo'lsin. Menga o'xshagan nochor odamlarga nasib qilib qo'llasanglar, Xudo sizlarga qo'llasin. Hamisha yo'linglar ochiq bo'lsin, kam bo'lmanglar. Dunyo turguncha turinglar. Mana shu berayotgan, shu ehson qilib berayotganlar. Allohim tanajonlari sog', yo'llari ochiq bo'lsin, hamisha o'zi Xudoyim qo'llab-quvvatlasin. Sizga oshiq bo'lib qoldim. Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Ha, bo'ldi xola, xudo xolasi. Xudo xolasi. Rahmat. Sizni ona bu yaqin akaxonlar Ramazonda yo'qlab kelinglar deb bizni jo'natib yubordi oldingizga. 94 ga kirgan ekan. Akalarim, bir de duo qilib bering endi onam. Hammakamın Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahmat. Duo qilib turibsin bizga. Nasıl duo qilyapman ha? U fermerga ham duo qo'ydim ben. O'tganligidan ham yoshar ekansiz. Bu xursand, rasa zo'rda, rasa xursand qilib ketadi menichi. Rasa samimiy odamda. Rostdan yosharib ketdi. Meni tilim g'alati Uyg'urdan tushgan da. Yaxsiz. Meni eng mana shu yuragimga tekkan gapingiz nima bo'ldi aytaymi aka? Qarang, o'zingizni aka hamma yo'g'im soppa-sog'. Uka, men ayolim bilan turaman, yolg'iz yashaymiz. Lekin deyapti, meni qo'shni mendan ham muhtoj deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Bunaqa insonlar vatanimizda ko'paysin. Nimamga kerilay, men faqat shuman. Jon olsa Allohga qaytarman bir kun. Umrimni shomida yelganda nasim, yurakka tar kelsa ko'krak qafasim, shahodat bo'lsin so'nggi nafasim. Jon olsa Allohga qaytaraman bir kun. Katta hojilarga boringlar. Bizni hurmat qilsinlar, Alloh sizlarni hurmat qilsin. Hamisha ham rozi. Baskoringlarga baraka bersin. Allohim bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Allohim payg'ambarimiz va jannatda turishni nasib qilsa, yerdan boshini silasam, silayman turaverligini.